Demak, bugun sizlar bilan Westminster imtihonlarida tushgan savollardan biri. Diqqat bilan qaranglar. Shartda aytilgan 2x - 7 taqsim x + 3 qat'iy katta 1 dan. Quyidagi misolda ko'pchilik abituriyentlarimiz qattida xato qiladi. Birni tagida 1 bog'lab oladi, proporsiya qilishga harakat qilishadi. Eng katta xatolardan biri. Tengsizlikda proporsiya qilish mumkin emas. Nima ish qilamiz? Birni dastlab chapga olib olamiz. 2x - 7 taqsim x + 3 minus 1 taqsim 1 ga va qat'iy katta 0 ga. Umumiy makhraj tanlanadi va makhrajni tashlab olib yurmaydi. Berilgan makhrajimiz x + 3, bunisiga x + 3 yetmayapti. Natijada 2x - 7, mana bu minus birinchisiga ta'sir qilsa minus x minus 3, qat'iy katta 0. Mana bu 2x ga x sherik qiladigan bo'lsak, x ni o'zi qoladi. Minus 7 ga minus 3, jami minus 10 ni beradi. Taqsim x + 3 ga va qat'iy katta 0 dan. Surat 0 ga teng bo'lsin, makhraji teng bo'lmasin 0 ga. Demak, x minus 10 imiz teng 0 ga, x + 3 imiz teng bo'lmasin 0 ga. Demak, mana bu 10 ni olib o'tadigan bo'lsak, x imiz teng bo'lsin plus 10 ga chiqadi va bu 3 ni olib o'tadigan bo'lsak, x imiz teng bo'lmasin minus 3 ga. Va ikkita chiqqan javobni son o'qiga qo'yish esdan chiqmasin. Sababi tengsizlik ishi. Demak, minus 3 keyingisi 10 va interval o'ng tomonimiz plus minus plus bizga 0 dan kattasi kerak. Bu degani plus interval. Demak, chiqqan javobimiz minus cheksizlikdan minus 3 gacha birlashma 10 dan plus cheksizlikgacha. Barcha javoblarimiz qat'iy dumaloq qavsda bo'ladi.